soat 12 bo'lib ketibdi. Men ham sizlarday oddiy odamman. Ertanminangacha nemis tili sondan chiqardi meni. Turayin. Ana er nima qilyapti? Men ham xuddi sizlarday odamlar, mana betim shishib turdi, ertanmandan yarim kechagacha uxlaganim yo'q. Hozir ko'raylik Robin nima qilyapti. Otasi nima qilyapsiz? Ota er bechora bitta ovqatlanib o'zi yeb, o'zi ovqatlanib o'tiribdi mana. Robinda ovqat. Otasi nima yeyapti? Schatz. Ide. Ko'rsa ovqatingiz nima? Ovqat yeyapti mana Robin. Ana achchig'i chiqdi Robinda. Robinda achchig'i chiqdi. Bo'ldi, ketdi mana otasi. Robinda achchig'i chiqdi. Schatz deydi, achchig'i chiqsa boshqa narsa aytmaydi. Mana zalga keldim. Mana telefonim kallamda oltida turadi mana bitta naushnik bilan. Zaryadkada yettamdan to'lib turadi zaryadkaga. Hamma shu kersizlar ham shu aytasizlar, mana shu aytsalaring yozinglar. Hozir joy zapravka qilaman. Bir soatdan keyin o'qishim boshlanadi, men bo'lsa video beribman. Abitgacha uxlayman. Kecha aytdim-ku, abitgacha uxlayman deb. 11 emas 12 da turdim mana. Biz uxlashni yaxshi ko'ramiz, oilaviy. Benim shunday, keyin shunday qaytayin, keyin shunday. Iloji yo'q. Hozir bor bitim yuvaman. Shapatlayman bitimni, shishi ketsin deb. Shunaqa gaplar. Sizlar nechida turasizlar? Yozinglar qani kommentariyada. Mana bir o'qiy qani. Sizlardan motivatsiya olayim. Faqat motivatsiyani men berib beramanmi? To'g'rimi? Negativ josalaring ham mayli. Negativchilarni o'zim bilaman. Negativchilar zindonga tiqaman. Voy, cho'chadim.